Fransiyalik muxbir va hujjatli film ishlaguvchi Erik Darberi tarafidan ishlangan Xitoy Uyg'urlarni qandoq yo'qotyotdi nomli film 19-oktyabr Fransiya parlamentida ko'rsatilgan. Fransiyaning parlament a'zolari, muxbirlar va kishilik huquq faoliyatchilari bo'lib ko'p sonli kishi qatnashgan mazkur filmning qo'yilish marosimida Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa apandi ichilish nutqi so'zlashga taklif qilingan. Filmning qo'yilish marosimi oxirlashgandan keyin parlamentda Uyg'urlar oshkorlangan erkiy qirg'inchilik mexanizmi degan temada ochiq munozara elib berilgan. Ochiq manbalarda nihoyatda oz uchraydigan paketlardan ma'lum bo'lishicha, hozirgacha Sharq Turkistondagi ocharchilik qirg'inchiligida 50 dan ortiq odam hayotidan ayrilgan. Xitoy hukumatı atalmish yuqumning oldini olish va karantina bahonasi bilan Sharq Turkistondagi bostirishlarni yo'lliq ko'rsatishga va erkiy qirg'inchilikni pardozlashga urindi. Xitoy ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan sin ko'rinishlarida ko'rsatilishicha, Sharq Turkistonda doirlar kishilarni 80 kundan buyon uyga solab qo'yib, ularning ochliqdan o'lishini keltirib chiqarmoqda. 10-oyning 14-kuni e'lon qilingan 26 sekundlik senda Sharq Turkistonning o'xshamagan rayonlaridagi 25 dan ortiq kishining qaysi kuni xohlagancha karantin qilinish baholanishi bilan uylarga solanganligi va qachon o'lib ketganligi bir-birlab ko'rsatilgan. Tayvan axborot organi Davlat bexatarlik idorasining bosh direktori Ching Mingtong Beijingning 2023-yili bu orolga qarshi kuch ishlatib, hukumat taraflarini kengashishga majburlaydiganligini ogohlantirdi. U qonun chiqarish majlisiga qatnashgan komitet yig'inida Amerika dengiz armiyasi qo'mondoni admiral Michael Gildayning Xitoyning bu yil oxirida yoki kelar yili Tayvanga tajovuz qilishi mumkin degan so'zi to'g'risidagi savolga javob berdi. Admiral Gilday Washingtonga joylashgan Atlantik okean kengashiga qilgan so'zida Xitoyning 2018-yildan boshlab texmo tajovuzchi harakat qilganligini bayon qildi va 2022-yildan 2027-yilgacha bo'lgan oralikda Tayvanga tajovuz qilganligi to'g'risidagi farazlarga tayyorlik qilish kerakligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Joe Biden davlat ichida to'klik mashina batareyasi ishlab chiqarishga 2 milliard 800 million dollar yordam beradiganligini bayon qildi. Kelgusidagi mashinalarning elektronlik mashina bo'ladiganligini va uning eng muhim yerining batareya ekanligini tilga olgan Biden to'klik mashina batareya ishlab chiqarishining 75%ning Xitoyda elib beriladiganligini ko'rsatdi. Angliya tarixidagi 3-ayol bosh ministri Liz Truss vazifaga o'tirib 45 kundan keyin istifa berdi. U vazifa o'tgan mezgilda Angliyadagi iqtisodiy vaziyatning nacharlashishi sababli besimga duch kelgan Liz Truss istifa bergan. Egilishicha, Malayziya bosh ministri Ismoil Sabri Yaqub İsrailiya davlat axborot organi Mossad bu davlatda faoliyat elib beryotdi degan ayblashlar haqida bexatarlik qismlarining mas'ullari bilan ko'rishdi ekan. Davlat taratqullaridagi xabarlarga qaraganda, poytaxt Kuala Lumpurdagi falastinlik yumshoq detal injenerning tutqun qilinishining orqasida Mossadning borligi to'g'risidagi ayblashlardan keyin Sabri Yaqub o'zining davlat bexatarlik kengashining amaldorlari, soqchi qismlari va aloqador bexatarlik qismlari bilan ko'rishadiganligini aytgan.